Chet el fuqaroligini olgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan chiqib ketadimi degan savol bo'ldi. Aslida O'zbekistonda ikkita fuqarolik mumkin emas. Bu narsa taqiqlangan. Endi aytaylik, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aytaylik Rossiya Federatsiyasiga borib, o'sha yerda ishlab, ko'p yillab qolib ketdi, o'sha yerda fuqaroligini oldi deylik. Olgandan keyin agar O'zbekistonga qaytayotganda Rossiya Federatsiyasining pasporti bilan, ya'ni o'sha fuqarolik pasport bilan O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, unda ushbu pasport bo'yicha ro'yxatga qo'yish jarayonida chet el fuqaroligini olganligi ma'lum bo'ladi va o'shanda O'zbekiston fuqaroligida qolish yoki qolmaslik masalasi qo'yiladi. Agar O'zbekiston fuqaroligidan chiqib ketish niyati bo'ladigan bo'lsa, unda tegishli hujjatlar taqdim qiladi. O'shanga asosan ko'rib chiqilib, prezident farmoniga asosangina fuqarolikdan chiqishi mumkin va fuqarolikni qabul qilish ham, fuqarolikni bekor qilish ham faqatgina prezident farmoniga asosan amalga oshiriladi. Endi agar unamasa, unda O'zbekiston Respublikasi pasporti bilan o'zini yurtida yashash mumkin. Faqatgina Rossiya fuqaroligi bizni davlatimiz tomonidan tan olinmaydi. Tan olinish faqatgina prezident farmoni chiqqandan keyingina bitta nima bo'lishi mumkin. O'shandagina chet el fuqarosiga aylanishi mumkin. Va O'zbekiston hududiga kirganda 15 kunlik muddat ichida ro'yxatga qo'ydirish kerak bo'ladi.